Magazinlardagi bolajonlar yaxshi ko'rib yeydigan marshmelloni uy sharoitida tayyorlash uchun 2 pachka jelatinni suvga evitishim bilan Abdullohni maktabdan oladigan payt bo'lib qopti. Borib ne ko'z bilan ko'rayki, ertalab oppoqqina qilib kiydirib yuborgan oq ko'ynagimni Abdulloh siyohga belab tashabdi. Yaxshiyamki menda Germaniya xomashyosi asosida ishlab chiqarilgan Bavi Super Achistitili bor. Bitta pachkasini shartda solib evitib, marshmelloni tayyorlashda davom etdim. Skоворodkaga 250 gram shakar, 2 stakan suv, limon so'ki va magazinlarda sotiladigan shunaqa bir pachka kiselni solib gazga qo'yib, o'rta olovda tinmasdan aralashtirib turdim. Qaynab chiqishiga yaqin o'zi shunaqa chiroyli bo'lib quyular ekan. Endi alohida idishga solib, boyaga evitib qo'ygan jelatinimizni qo'shib, yaxshilab erib ketguncha aralashtirib, mikserda ko'pik holatga kelguncha ko'pirtiramiz. Ko'pirtirgan sari men xohlagan rangga yo'qolib borib 3 tomchi pishivoy rangdan ham qo'shib yubordim. Va shunaqa chiroyli rangdagi vazdushniy ko'pik hosil bo'ldi. Men massani ozgina sovutib qo'yibman. Issiqroq paytda tagiga strich salfan solingan idishga quyib olish kerak ekan, chunki juda ham tez qotib qolar ekan. Shuning uchun menikining ustilari shunaqa notekisroq chiqdi. No mayli, shunaqa vazdushniy yumshoqqina biliq marshmellolarni endi sahrning pudra bilan kraxmalga yaxshilab belab kesib dasturxonga tortamiz. Mazasiga Abdullohdan ham birinchi o'zim qiziqib ketdim. Ishoninglar, magazindagi marshmellolardan ham mazasi yeyishli bo'lar ekan. Sizlar ham albatta uy sharoitida bolajoninglarga o'zingizlar tayyorlab beringlar.